Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefe ve salaten ve selamen ala Resulihil Mustafa. Allahümme salli ve sellem ve barik ala Muhammed abdike ve nebiyyike ve resulike nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve men etteba'an bi ihsan ila yevmiddin. Ve radallahu an saadatina Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali ve anis sahabeti ecma'in ve anit tabi'ina ve tabi'ihim bi ihsan ila yevmiddin. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل Allah Teala Beni İsrail to'g'rilib ularning ba'zi qilmishlarini ayblagandan keyin biz Musaga kitobni ya'ni Tavratni ato qildik dedi. Kitob degandan Tavrat maqsad, ya'ni Musa alayhisalom berilgan Tavrat. Bunu biroqla tushungan. Qur'on Karimni munajjam 23 yilga bo'lib tushungan. 40 kecha, ya'ni 40 kecha kunduz va'dalashdigan. 40 kecha kunduzda hammani o'rgatgan. Ya'ni vahiyni futurib qo'ygan. Hatto 70 kishini tanlab ilib borgan. Ammo undan ekan kitobni hammani biroqla ilib olsa, u chaqda o'zlashtirib oladi. Ya yezib oladi, ya har bir aylan birazdan yozib oldi. Ya hammani yozib oldi, 40 kechirgandimi jiq narsani yozib oldi. Va qaffayna min ba'dihi bir rusul. Orqadan payg'ambarlarni avatdiq dedim. Agashtirdik degan ma'no. Qaffayna degan. Demak, bu shu oyatda Alloh taolo Bani Isroilning yana bir turli jinoyatlarni bayon qilyapti. Yuqorida ba'zi bir qabohatlarni, jinoyatlarni bayon qilgan. Yani bu ayette mi Bani İsrail'nin cinayetlerini bayan kılar. Yuqalu qaffahu iza ittaba'ahu min al-qafaz. Qaffahu degan ağ tarafından, gadin tarafından agishib mansa qaffahu deydik. Arqada agashdi, arqada mangdi degan. Nahwu zanabahu min az-zanab. Zanabahu degan bu xuddamda arqadan quyruq qilib mangdi deganga o'xshash. Yani onun quyruğunun oxiridan mangdi, unda ayrilmadi degan. Zanab degan quyruq qoltuğa va qaffahu bihi iza atba'ahu iyyahu. Yani va qaffahu bihi deb kichkinasini ta'dih qilib qolsa, ba'vila mutaddilar ma'nosini ma'no oqidan agashtirib mang'uzda degandek. Oqi sab qo'ydi degandek, ha? Demak, bu kichkinasi mutaddi bo'ldi. Yani va arsalna ala atharihi al-kathira min ar-rusul. Yani uning orqadan, uning izidan yoki payg'ambarlardan nurg'unni biz avatdik. Musa Aleyhisselam'ın demek. Musa Aleyhisselam'ın keyin. Ular bo'lsa Yusha ve Şamuel ve Şem'un ve Davud ve Süleyman ve Şa'ya ve Ermiya ve Uzeyr ve Hazqil ve İlyas ve Yasa ve Yunus ve Zekeriya ve Yahya ve gayruhum salavatullahi aleyhim ecmaîn. Yani bir ayette Summa arsalna rusulana tatrad. Qağıdan uluşup geldi, bağlışıp geldi degende. Bazı rivoyatlarda bu Bani İsrail 4000 payg'ambar evatgan degan. Belki bu mubalag'a bo'lishi mumkin. Yani bir vaqtda nabiy deganimda o'zining alohida bir shariati bo'lmagan bo'lsin bo'ldi-ku. Bir vaqtda belki 30-40 payg'ambar bo'lishi mumkin. Har bir shaharda birdan masalan. Masalan Zekeriya, Yahya alayhisalom atbola bir payg'ambar, Süleyman, Davud, tamam. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın vaxtida Lut payg'ambarlar bir vaqtda bo'lgan o'xshash. Onun baş peygamber belki bir vaqtda bir necha shaharda bo'lishi mumkin. Shunday bo'lganki bu bir yil davomlashsa ya 100 yil davomlash deganda unda bo'lganki payg'ambarning soni xil ko'p bo'ldi. İbrahim Aleyhisselam zamondash qo'yma. Minhum man qasasna alayka va minhum man lam naqsus alayk. Bir nechta tilg'agan bo'lsa Alloh taolo payg'ambarlarning ulardan tilg'anmagan bayon qilgan nurg'uni bor. Va atayna İsa ibn Maryam al-bayinat. Yana biz Maryamning o'g'li Isoga aniq dalil faktlarni berdik. Yoki mo'jizalarni berdik desak. Ya bimanal xodim. Hozir nima bimanal xodim? Maryam degani bu xizmatchi degan ma'noda. Bu nimaning xizmatchisi edi? Nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Men o'sha qo'shqumdagi farzandni masjidning xizmatiga otib dedi. İmranning ayoli. Degan ekan bu o'g'il qizligini bilmadi o chaqda. Lekin tug'ilgan chaqda inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam. Maryam deb atadim. Yani xizmatchi, masjidning xizmatchisi deb Çünkü bu balını atıvetken diken, nezir kıyavetken diken, tug'ilgan ekan masjidning xizmatchisi deb atib o'tibdi.
Demek Meryem degan söz xizmatchi degan ma'noda. Chunki uning onasi Baytul Maqdisning xizmatiga atib o'tgan bo'lg'achqa, masjidning xizmatchi deb atagan bo'lg'achqa, shunda ma'noda. Va vazn Maryam inda nahviyyin maf'al. Fa'il deb unda kelmaydi. Shu buning vazni maf'al deymiz. Odat siyg'i chiqargan joyda fa'il deb bunda vazn yo'q deydi. Sarfshunaslar fa'il deb bunda vazn kelmaydi. Shunga maf'al bo'ladi. Ana u boshqa bir tildagi narsani bu arabchaga tushirib uning siyg'isi tushirma, bu deshmanda toza munosib emas. U boshqa bir til. Buning uchun u mim degan zaish nama unda udilkal tugul oldu. Yani İsa Aleyhisselam'ın ismi İbrani tilda Seyyid degan bo'ldi ekan. Xo'jayin, isil kishi degan. Shu kunda İsa Meryem degan mesela ba'zi yetim qolgan bolalar yoki onsiz qolgan bolalar qismaydigan bolalarga onasini ismini atab maktabga bas qiladi. Dadisi tunilmagan bo'lsa, shunda bolalar bo'lib qolsa, onasi mansub qilish. Anası mansub qilinganli bor debdi shu burun qildim. Sahabe tabi. Turma kirib qoldi, anasini atasini ismini atsa, abanızda hürmetiga kemsib suraydi. Ya, o turma kirib qolsin, nasib qolsin, ud'uhum li abaihim va aqsatu indalloh. O'z dadisiga mansub qilingan. Bu to'g'ri emas. Hatta ba'zi biqvogan bo'lmi, boshqalarga biqvochiga mansub qilyapsiz. Olmasdan shundan qo'shib chaqirmoqchilar. Çoğun dadısını mansub qilsa sallamda yengileraydi. Çünkü onun dadısı adette çoğun dadısını mansub qilish bor adette. Mesela Ahmad ibn Hanbal, İmam Ahmad'nınki Hanbal degan çoğun dadısı. Çoğun dadısı emas. Oqsindan sonra nasab? U bo'lmaydi. Çünkü nasab bu dad tarafning nusiga mansub qilingan gap. Ana tarafning emas. Aslida ana tarafga mansub qilish asl qoida. Shunga hayvonni ana tarafga mansub qilmas. Ama insonga kelgan chog'da nima uchun dadaga mansub qilsa qancha qoidani o'zgartirib, nasabni qo'g'dash. Bo'lmasa anaga mansub qilgan bo'lsak, u nasablar ma'lumotdan oladi. Chunki bir ayol degan necha erkakdan bola topishi mumkin. Nahotki u qaysi erning bolasi aralashib ketadi. Shunga ma'lum, masalan, hayvonotni mansub qilishda onasi nima bo'lsa, shuningga qarta mansub qilamiz. Hatto go'shi, harammi, halalmi, manda deyishdimi shu anası qarab. Anası eshak bo'lsa, go'shi buncha taq degan nima bakrak ig'irvasidir. Anası atolab qolsa, o'cha sal halallik taraf ig'irvasidir. Chunki ayollar odatda ana tarafga mansub qilingan bo'ladi. Do'st qechir qilaqlandimi? Ya shu qechirning odatda olimlar qechir va hokazo shunga o'xshagan uloqlarni, mollarni go'shi halol ya haram deyishdi. Ya'ni halol mol bilan harom mol ikkisidan bo'lgan changlishdan bo'lgan malning go'shi halalmi, harammi deganda oldi bilan ba'zi anasi qaraymiz deydi. Yo'q, ba'zilar bolalarning aralashgandan keyin bu harom g'olib kelib ketadi deydi. O'sha talash boshlandi. Lekin ba'zilar shu anasi qarab bilan hukm qilmaydi deydi g'alba. Endi al-bayyinat degan nima? Al-mu'jizat al-vodihat mana. Aniq mo'jizalar. Al-bayyinat degan bayondan emasmi? Aniq, ochiq degan bo'ldi. Ka-ihya'il mauta. Mesela öleklerini tirildiriş. İsa Aleyhisselam'a aslında mucize verdi. Öleklerini tirildiradi. Ve yuhyil mauta biiznillah. Ve ibral ekmehi vel abras. Abras diye akisel. Ekmeh degan nima? Tug'ilma ama degan bo'ldi. Yani keyin amalab qolgan bo'lsa, doktorlar bir davolabmi, o'shalar g'ash qolgan, bu mo'jizaligini bak ifodalab bermaydi. Tug'ilma ama bo'lsa bu mo'jizaligini ko'rsatadi. Vel abras akisel. Akisel mi? Davolash qiyin kasallarning birisi. Hazır mı bununla dar yok. Asasen davalanmaydı hazır. Vel ihbar bil mugayyibat. Yani bazı g'aybdan xabar berish. Muşunda mucizelarni, albatta g'aybdan xabar berish Rasulullohning bor masalan. Kimanda bunda buludu deb xabar berdi nurg'un ishlarda. Ammo payg'ambarlarda bor mucizelar bu. İhbar bil mugayyibat. Ve ayyadnahu bi ruhil qudus. Yana uni biz ruhul qudus bilan kuchlantirdik dedi. Miyada ruhul qudus deganni qudus degan ya'ni tahorat degan. Va bis sukun haythu kana makki. Quduslam deb kelsa Makka qorilari Qudus deb buni. Dalni masalan sakin o'qibdi. Ay bir ruhul muqaddasa ya'ni poklangan ruhlan demakchi. Kema yuqalu Hatam al-Jud. Sehliq bilan tunilgan bir kishi hamda. Kelsa sehliqning xotimi deganda. Va wasafaha bil qudus lil-ixtisas va taqrib. Ham bu yerda poklikning ruhi deb atashda bu xuddan poklikka xos yoki Alloh taolaga eng yaqin bo'lish xos bir ruh ekanligini ifodalamoqchi deydi. Pok Allohga eng yaqin ruh bilan biz kuchlantirdik deydi.
muqaddas ruh bilan demakchi, pak ruh bilan. Bu bir tafsir. Hamda Jibril alayhissalom bilan deb ikkinchi tafsirini debdi. Li'annahu yati bima fi hayatul qulub. Chunki Jibril dillarning hayoti bar bo'lgan ash vahiyni ilib keluvchidir dedi. Ham Jibril alayhissalom degan sal jonliq buningda. Qul nazzalahu ruhul qudus. Yana uhjuhum va ruhul qudus ma'ak dediga Hasan ibn Sabit Rasulullah. Yani Jibril degan nima babirnida. Abu Jibrilda. لأنه يأتي بما فيه حياة القلوب وذلك لأنه رفعه إلى السماء حين قصد اليهود قتله. Demek bir şey tayid, güçlendirdik, nusret verdik diye manada olsa Ruhul Kudüs Cibril Aleyhisselam. Cibril Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ı Yahudiler öttürütmez deb suiqasd qilgan chaqda osmonga ko'tarib ketgan. Bu bir xil tayid mana. Aw bil Injil. Ruhul Kudüsni Injil deb tafsir qildi hozir. Yani onunla İncil'ini verdik, İncil'ini verip şununla buna mevkasını güçlendirdik demek. Yani ben peygamber yani bana mucize geldi. Sen kitabın bir nemin bağımı olsa, bana Allah'ın kelgen kitabın baş şeriatların bağda oturup koyalıydı o. Demek mevkası güçlendi. Kema qala fil Kur'an ruhan min emrina. Bir adam da sana şu ruhan min emrina nazil kıldık dedi. Demek müşahede bizden emri parmallarımızdan bir ruhni, yani bir vahiyni nazil qildik degan ma'noda bu Qur'onga ishlatilgan so'z mana. Davomiki mishada Injilga ishlatilsa, ruh degan Ruhul Qudus deb tushidi deydi. Masalan bizda malaqa Uyg'urcha yig'inning ruhini yetkizdi degan gap bor. Shunga o'xshash bizning shu demakchi bo'lgan amr farmonlarimizning ruhini yetkizdi degandek bir. Aw bismillahil azamilladi kana yuhyi bi zikrihi. Ya kimde Dördüncü tefsir Allah'ın en ulug' bo'lgan ismi bilan kuchlantirdik deydi. Aş ismini atash orqali, tilga olish orqali o'lagini tiribdirgan İsa alayhisalom. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Sizlarga bir payg'ambar sizlarning ko'nglingizni yoqtirmaydigan, xohlamaydigan bir narsani ilib kelsam, qabul qilmay, unimay tura olamsizlar deydi. La tahva yani la tuhib demekçi. Yaxshi ko'rmaydigan, xohlamaydigan, yoqtirmaydigan. Istakbartum ta'azzamtum an qabulihi. Qabul qilmay o'zingni takabburlik bilan cho'ng tutib turib olamsizlar. Fa fariqan kazzabtum. Takabburlik qilib yolg'on chiqardinglar dedi. İsa alayhisalomni, Muhammad alayhisalomni yolg'on chiqardi-ku. Va fariqan taqtulun. Zakariya va Yahya alayhissalam. Ve lem yaqul qataltum li wifaqil fawasil. Ve fariqan qataltum demedi dedi. Taqtulun dedi. Nima uchun? Her oyatning lun da bunda kelsin, fawasil masalan. Oyatning oxirlash lafzi o'xshash qofiyada kelsin demoqchi. Fasila degan oyat to'xtagan yer. To'xtagan joy maslassun demoqchi. Vifaq. Endi bu oyatda qofiya bu demaymiz endi. Şerdi deymiz qar. Nima bo'ldi? Saja'ga o'chib qoldi. Yani saja degan jumlaning oxirida emas. Ha, jumlaning oxirida emas. O'tirda boshqadan tildi. Lekin ma fawasil o'sha eng oxirga nuqtani demoqchi. Ayrilib yani bir oyatda ayrilib turgan joy bor-ku, shu demoqchi. Hozirga Tavratda Muhammad alayhisolamniki sifatlar boshlanma? Albatta. İsa alayhisolamning yo'qmi? İsa alayhisolamning bo'lishi mumkin. Yani biz odatda ularla jiddillashgan chaqda mush payg'ambarlar ishondirish, mushuni bilan qartib ketgachga biz u İsa alayhisolamning bormidi yo'qmi uni izlanishdan odatda mashg'ul bo'lib ketamiz. Bo'lishi mumkin. Odatda unda yerda ko'pincha oyatlarni nima qilgan chaqda nima uchun ma'lumot bilan keldi desa favosilni rioya qilish uchun deb qo'ydi. Bu anda nechinchi masala bo'lishi mumkin favosilni rioya qilish. Lekin bu yerga muhimi mazmun eng muhim. Yani mesela qataltumsa o'tardinglar deb qo'y. Taqtulun degan o'ttirib turibsizlar, o'ttirsizlar. Ha, burun o'tardinglar, o'tiratsizlar, yani bundakimi o'ttirsizlar. Ajab, Bani İsrailning payg'ambarlar o'tirishga urinmadi, Rasulullah o'tirishga urindi. Rasulullah o'sha oyatda shu vaqtda va fariqan taqtulun yani tuhawiluna qatlahu masalan. O'ttirmoqchi bo'lasizlar. Rasulullahga shartil masmuni Yahudiyalar keldi-ku. Undan boshqa yana tamni tashlab o'tirimiz dedi, jiq suiqasd qildi Yahudilar. Demak, va fariqan taqtulun davomli payg'ambarni o'tirimiz deb turishlar demakchi. Bu yerda istimroriya va shuni davomlashish va
u qataltın deb qo'ysa, bo'ldi inshaalloh İsa, Yahya, Zakariya qatorli unda payg'ambarning Isoni o'tirmizgan tinglar degan bo'ldi. Shuni riayatul fawasil degan gap asal ba'zi aciz. Yani mazmun muhim. Buni masalan fawasil desa yunsarun, taqtulun, yu'minun deb bunda kelgan demakchi. أو لأن المراد وفريقا تقتلونه بعد لأنكم تحومون حول قتل محمد صلى الله عليه وسلم منا يا كمنا bir grupni sizlar o'ltirsizlar, o'ltirasizlar. Bundan kim o'ltirmiz deysizlar. Chunki sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'ltirish uchun shu atrofda cho'glab yo'g'lab yurisizlar dedi. Tahumun yani cho'glab yo'g'lab yurisizlar demak. Yani sizning maqsadinglarning ichida mush maqsadning bor demak. Lawla anni a'simuhu minkum. Navada men Muhammad sallallohu alayhi vasallamni men sizlarning jangkashligini saqlab qolmaydigan bo'lsam, sizlar o'ttirtinglar yani. Validalika sahartumuhu mana. Ser qildinglarmasmi mana? Buningga qo'yni zarlab bading'o val ma'na ma'nisin bo'ldi. Valaqad atayna ya bani Isroil anbiya'akum. Biz bani Isroil sizlarning payg'ambarlaringlarga ularga bergan anda katta vahiylarni, mo'jizalarni ato qilgan to'p. Fakullama ja'akum rasulun minhum bil haqqi. Ash payg'ambarlarning qaysi bir payg'ambar haqni ilib kelsa sizning qishingizga biz bergan ash haqni istakbartum anil iman bi. Uni ishonmay akavrlik qilib uzun cho'ng tutib unmay turaldingmi? Fa ma bayna al-fa'i wa ma ta'allaqat bihi hamzatu at-tawbih wa at-ta'ajjub min sha'nihim. Demak, mashada hamza bilan bu hamza nima? Kayish hamzasi. Tapmalamat qilish, ularning ahvolidan hayron qilish. Degani o'sha. Bundami qilamsa, bunda qilding demakchi. Lekin aslida unda qilish intayin hamda qamlashmagan bir ish. Shuna buni qilganligidan hayron qolganlik, ham ayblaganlik ma'ni bildirgan. Shundami qilamsizlar degan ma'niga hamza oyat. Hamza chetib kelgan jumla bilan fa'l arliqida keldi dedi. Nima arliqida keldi? İstekbartum degani nima? İstekbartum masaj. İstekbartumni ma hamza tavbiminiki mutallaq qilgan narsa bilan ma fafariqan kadabtum ma fa'ning o'rtasiga kirgizildi deyapti. Unda bo'lish kerak. Masalan, kullama ja'akum rasulun bima la ta'wa anfusukum istakbartum. Degandagi fafariqan kadabtum. Isbondan maqsad tapmalamat. Va ta'ajjub min sha'nihim. Tapmalamat va hayron qilish. Shunday qilamiz demakchi. Demek peygamberler şunda bir narsa elip kesilen sizler bunu kabul kılmay, çoğunçılık kılıp hatta bir grupni yılgın çıkarıp bir grupni öldürüp dururlar. Sizin kılmışsınız şu. Demek hazır muş ayette mi Beni İsrail'in cinayetlerini bayan kılıyordu. Ve kalu kulubuna gulf. Yani bu Beni İsrail'in de turalda bizim kalbimiz gılaplangan, kaplangan, bizge kalbimizge dediğimiz bir narsa tesir kılmaydı diyendek. Kulüpsel ötülgen diyendek. Gulf diyen nima? Cema aglaf. Mesela ahmar, humur. Ahmar, humur. Ey hiye khilqatun mughashshatun bi agtiyatin la yutawassalu ileyha ma ja'a bihi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve la nefkahu. Yani bunu demek çoğuna bu yaratılışta bizden kalbimiz bunda kaplanıp, yögülüp bunda yaratılgan. Demek Muhammed elip kelgan narsa bizning qalbimizga unda o'tmaydi, biz kirmaydi o. Biz uni ham tushunmaymiz. Yani kallamizga kirmaydi bu demakchi ekan. Musta'aru min al-aghlaf allazi lam yuhtan. Xatni qilmagan odamni aghlaf dedi ekan. Hadi g'ilab deymiz-ku. Bal la'anallohu bi kufrihim. Bal bishada ali qarta raddiya. Ya, uning dili unda g'ilablangan emas, balki haqiqat nima ekan? La'anallohu bi kufrihim. Ularning kufrlik qilmishi sababidan Alloh taolo ularni rahmatidan quvib o'tgan, la'nat qilib o'tgan. Maslima o dedi. Faraddallohu an takuna qulubuhum makhluqatan kadalika. Demak, Alloh taolo ularning qalbi unda yaratilgan emas. Yani ular bizning qalbimiz yaratilishida g'ilab yaratılib ketgan, hech narsa kirmaydi, o'tmaydi degan. Qabrani qulubuna qulub deyilmasa, Alloh taolo qalbimizda ichida aql turmagan yaratib qo'yibdi ekan. Shuma o biz sunnadan aytmaymiz, solmaymiz. Sebab biz emas Alloh degan. Unda emas dedi. Lianna xuliqat alal fitra. Haqiqatning dillari ay fitra ustiga yaratilgan. Allohning tuniydigan, haqni qabul qilgan holatda.
Ve temekkün min kabulul haqqını. Haqqını qabul qilib yaratılgan. Ve innema taradahum bi kufrihim ve zayghihim. Endi Allah Taala nima uchun la'nat qilgan ularga bi kufrihim mana. Ularning haqqi tanganligidan, zayg degan o'zining haqqdan burilib ketganligidan. Zag'a degan ma'lanil qasdiyam. To'g'ri ketib o'tib, qayrilib ketganni zag'a. Zag'at shams deganni tuni qayrildi bizqa. Demak, bular to'g'ri yo'ldan qayrilib ketganligi sababidan Allah Taala la'nat qilgan. Asla bularni ahdaldiga butun inson bo'ladi ahdaldi. Ada alastu bi rabbikum da. Keyin dunyoga kelgan chaqda keyin tanidi bular. Tanıgandan keyin Allah Taala la'nat qildi. Mana rahmatidan mahrum qilishadi. Faqalilan ma yu'minun. Shuna Allah Taala ularning kufr qilmishlari sababidan la'nat qilayotgan bo'lgan ekan, ular asosan iymon etmaydi. Azgina iymon etsa, asosan bu iymon etmaydi. Faqalilan sifatu masdarin mahzuf. Ya da taslim ketgan bir masdar var dedi. Qalilan. Şunun sifati dedi. Ay fa imanun qalilan yu'min. Azgina bir iymon etsa aytib bo'lmasa etmaydi demak. Ve ma mazida. Fa qalilan ma degani mazida degani odatda mazida deb ham kasbinaymiz. Tavkid. Şu mazida ziyada. Lekin bu hamda odatda bu bo'lmasmi ashmanni ifodga verdi dedi. Fa qalilan yu'minun desa to'g'ri chiqadi-ku. Lekin ma degan ziyada keldi dedi. Ba'zi harflar ziyada deyildi bular. Bunun atalgısı şu. Lekin ziyada degan bu ortiq ilib tashlasa hech qanday rol yo'q degan gap emas. Ta'kidlash roli bor. Yani mazida degani mazida lit-ta'kid. Wa huwa imanuhum bi ba'dil kitab. Qalilan ma yu'minun degani ular kitobning bir qismiga azgina bir qismiga ishonadi. Qaysi kitobning Tavratning? Fa tu'minuna bi ba'dil kitab va takfuruna bi ba'd. Mazal nimaga amal qildi bular? Asrlardan to'lamalashga amal qildi emas. Shunga o'xshash. Wa qila al-qillatu bi ma'nal adam. Az degani mishada yo'qlan degan ma'noda. Qilcha iymon etmaydi, faqat iymon etmaydi degan ma'noda keldi demak. G'ulfun takhfifu ghullafin. Endi g'ulf takhfif ghullafin va quri'a bihi deydi. Qulubuna g'ulf dedi-ku. Bu bizning qiraatimiz shu. Endi qulubuna ghullafun deb qiraat kelibdi. Bu chaqda jamu ghilaf ay qulubuna aw'iyatun lil ulum. Endi ma tafsirda bizning qalblarimiz g'ilaflarda deydi. Xuddi ilmninki qachilari bizning dilimiz. İlim iliq to'lgan. Bizda ilm yetib oshidi, liq ilm bor bizning kalbimizda. Biz boshqa ilmga muhtoj emas, uni qabul qilmasaqmi bizga hech qanday ziyon yetmaydi. Mana ilmning keragi yo'q degan ma'noda. Fa nahnu mustaghnuna bima indana an g'ayri. Bizda bor ilm bizga kifoya qiladi. Shu boshqa ilmga muhtoj emas. Aw aw'iyatun lil ilmi yoki ilm uchun qachilar debdi. Falau kana ma jita bihi haqqan laqabilna. Yani bizden dilimiz ilim kaçsa. İlimli bolsa muş kaçık kuyuluttu dedi. Endi sakaga ilimli uchun bizden kaçımız kuyulmadi. Çünkü haq emasga. Agar haq bo'lgan bo'lsa mush kuyuluttu. Yahudilar ajoyib. Walamma ja'ahum hun degan yani Yahudilar kitabun min indillah ularga Allah'ın huzuridan bir kitap kelgan vaqtida kitobdan maqsad Qur'on Karim. Musaddiqul lima ma'hum ularning qo'lida ularda ba narsaga uni zidkenmaydigan yani kitobni tasdiqlaydigan bir kitob kelsa va kanu min qablu u Qur'on nozil bo'lishdan ilgari yastaftihuna alallazina kafaru kafir o'g'illar mushriklar qarta odatda jang qilishdan ilgari shuni bilan boshlar ekan janglarni. Biz yuqorida o'tdik-ku Yahudilar Rasululloh İvatildo aşu Mekke tarafta deb biz aşu peygamberge işimiz, basa aşunun aqdı erişimiz deb aşağı burraq berip ivatilgen çaldı şu yerdə bolaylı, uçurşaylı, hizmetli bolaylı deb bağan bu Yahudiler. Medine'ge. Peygamber Aleyhisselam ivatilgenге kadar mesela bu 100 yıl to'dimi, 200 yıl to'dimi mesela tuğan jarayonda müşriklarla urushib qalsa, janglashib qalsa Canlı başlasın ilgili daha bir işe söz kılıçı da ola. Daha çoğunçılık kılıp ya tillişi de o ya biraz değişir. Değişken çağda hep toxtab dururlar. Yakında mesela peygamber çıkıyordu. Yani ular dinsiz de müşrikler. Mağla ehli kitap olanken yakında bir peygamber ivatıldı. Biz şunun kol aslında, şunun erişip durup, şunun bayrak aslında sizin edeplerine vermez.
yaqinda ko'rasizlar, jazoni yesizlar deb bunda ta'did qilibdi dedi. Istiftah degan o'shanda. Jang boshlashtirganda boshlaydi dedi. Ida qataluhum mana. Qalu Allohumma ansurna bin nabiyil mab'uth fi akhir zaman alladhi najidu na'tahu fi at-Tawrah. Yani bunda dua qilib istiftah degan dua ma'nosini uqdi. Bunda dua qilarkan, akhir zamanda ivatildigan Tavratda sen süperligen aş peygamberi bilen bizge nusret bergen Allah deb dua qilgan. Ve yaquluna li a'daihimul mushrikin, anda mushrik düşmanlarga nima ekan? Qad atalla zamanu nabiyyin yakhruju bi tasdiq ma qulna fanaqtulukum ma'ahu qatla 'ad va iram. Yaqinda payg'ambar evatlishga az qoldi. Yaqin bir payg'ambar chiqdi. Biz shuning bilan billa sizlarni ashu 'ad va iramni alaq qilgandek tatbiq qilib kirib o'tamiz deydi ekan. Demak, yakhruju bi tasdiq ma qulna degan bizning deganimizni tasdiqlab turadigan demakchi. Ya'ni Tavratdagi hukmning ba'zi tasdiqlaydigan raslarini. Musaddiqan degan shu anda. Falamma ja'ahum ma arafu, demak bular shunda mushrikligiga qo'rqoq solibdi. Estarchaxon deganni hozir unda desak bo'ladi. Mushriklik qo'rqoq solibdi. Ana mush qo'rqoq solgan Munda kilidi da davran sağın muş peygamber kelgen çağda aşula tunugan, bilgen muş peygamber kelgen vaxtida ma mavsula ay ma arafuhu ve huve fa'ilu ca. Kelgen nasa yani ula bilgen nasa şu. Keferu be yani şu peygamber kelgen çağda onunğa tandı. Nima üçün tandı? Bagyan, tecavüz qilganlikdan, zulm qilganlikdan, hasad qilganlikdan ve hirsan ala riyasa o'zining mansablariga erismanlik qilib qo'ldan ketib qolarmikan deb qo'rqib tandı dedi. Falanatullohi alal kafirin. Şuna Allah'ın laneti kafirlarga bo'lsin. Kafirlarning ustidir dedi. Bunda bo'lgan ekan da, mush kafirlar hozir kimlar? Shu Bani İsraildan shu Rasulullohni tanıgan kafirlarmi? Yoki umuman har qanday kafirga bo'lsin desak bo'ldi. Wad'an liz-zahiri mawdi'al mudmar. Hamda falanatullohi alayhim desa bo'ldi. Ashularga Allohning laneti bo'lsin deb. Lekin bu yerda kafirin deb zahir ismini keldi dedi. Damirning o'rniga. Buningdan maqsad ash la'nat ularga ash kufr sababidan tekkan demakchi. Wallamu lil ahd alal kafirin al lil ma'hud. Ma'hud desak ash yahudilar shu. Ash mushriklar istiftaqlab qo'rqa saldigan yahudilar var. Şularga Allah'ın laneti olsun degan bo'ldi. Agar lil jins desak bütün kafirlar bo'ldikan Allah'ın laneti olsun. Ve dakhulu fihi dukhulan awwaliyan. Bütün kafirlarning ichiga bu yahudilar, ash yahudilar birinchi bo'lib shuni ichiga kirgizdi. Dukhulan awwaliyan degani birinchi bo'lib albatta ash yahudilarni shuni ichiga kirgizdi. Undan boshqa kafirlarmi kirdi demakchi. Ve javobu lamma al-ula, birinchi lammaninki javobi, birinchi lamma qasidda ve lamma ja'ahum kitabun, mushilamma. Bunun cevabı yani ularga mushunda kitap kelgan vaqtida Allohning huzuridan nima bo'lmoqchida ham javob kelish kerak shunama. Mudmar. O ko'ngil kilgan edi. Va huwa nahwu kazzabu bihi aw ankaru. Yani Allohning huzuridan ularga bir kitap kelgan chaqda ular uni tanidi degan bir javob ko'ngilga fikrimiz deydi. Aw kafaru yoki uningga kafir bo'lib ketdi. Cevabul ula ve thaniye yani muhtadavma vahid. Demek bu yerda birinchi lammaning javobi, ikkinchi lammaning javobi ikkisi o'xshash. Yani kazzabu bihi. Falamma ja'ahum deganning javobimi kafaru bihi dedi-ku. Ve lamma ja'ahum kitabun min indillah bo'ldi kafaru bihi edan. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. O'zini tegishgan, satgan narsa nima degan yomon dedi. Bi'sa ma degandiki ma degan arab nakira mavsufa mufassira li fa'l bi'sa. Bu yerda sifatlangan bir narsa bu. Nakira keldi, sifatlangan keldi. Endi bu bi'sining fa'ilini tushuntirib turdi dedi. Ay bi'sa shay'an ishtaraw bihi anfusahum. O'zini satgan narsa nima degan yomon demakchi. Narsa demakchi, bi'sa shay'un. Ay ba'u yani ishtaraw degani satgan degan. Vel maksusu bizzam. Yani bu yerde ayıplangan narsa nima? Ay yekfuru bima enzalallah. Nima degan yaman dedi. U yaman narsa ayıplangan narsa nima? Ay yekfuru bima enzalallah. Allah nazil qilgan narsaga tinish. Yani Qur'onga. Allah nazil qilgan narsa bitta Qur'on.
Bagyan maf'ullahu. Nima uchun tandim uningga esa zulm qilganlikdan, tajovuz qilganlikdan, hasad qilganlikdan deb bu kufr bo'lishning sababini tushuntirib turdi. Va talaban lima laysa lahum. Shu zulm degan gap, talaban lima laysa lahum. Va huwa illatu ishtaraw. Bu bo'lsa-da ishtarawning illati. Nima uchun setib oldi? Setvatdi o'zini hasadan, bag'yan. Ay yunazzilallohu lian yunazzala. Alloh taolam mushunga ba'zi bandalarga bunda vahiy tushirib ketami? Bizmiyada qilib, netchilgan payg'ambarni aytgan Bani İsrail bizmiyada qilib, ash ba'ziga Alloh taolo vahiy tushirib ketami deb chidayolmay, hasad qilib bunday dedim. Ev ala yunazzil, yani düşürüşüge hasad qilib degandek. Ay hasaduhu ala yunazzilallah, yani Allah bazı bandalarga vahiyni, payg'ambarlikni tushirishdan hasad qilib, min fadlihi, Allohning fazli nima? Fazlidan dedi. Fazlining jumlasidan ash vahiy, payg'ambarlik shu narsa. Allama yashau min ibadihi, o'zi bandalardan xohlagan kishiga o'z fazlidan tushirishiga hasad qilganlikdan. Va huwa Muhammadun sallallohu alayhi vasallam. Men yashau min ibadihi degine Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bandalardan Alloh taolo xolib tanlagan banda Muhammad sallallohu alayhi vasallam Mustafa deymiz. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Şuna ular g'azabning ustiga g'azabga loyiq bo'lib ketdi, haq bo'ldi demak. Tasaru ahqqa bi ghadabin mutaradifin kelgan g'azabga haq bo'ldi bular. Li'annahum kafaru bi nabiyil haq. Chunki ular haq payg'ambarga tandi va bagav alayhi, uningga tajovuz qildi, zulm qildi. Mutaradif degan arqa mingishib kelgan demakchi. Aw kafaru bi Muhammadin ba'da Isa alayhi assalatu wassalam. Yoki Isadan keyin Muhammadga tandi. Arqa tinish, arqa tajovuz bo'lgan ekan, g'adab ala g'adab bo'lib ketdi. G'azabning ustiga g'azab. Aw ba'da qawlihim Uzayrun ibnulloh. Yoki Uzayr Allohning o'g'li degan so'zdan keyin, ondan Allohning qo'li bog'liq degan so'zdan keyin edi. Va shunga o'xshaganda nahaq gap so'zlari, o'rinsiz gap so'zlarga. Demak, qilmish shunda ko'p bo'lgan ekan, jinoyatlar shunda jiq bo'lgan ekan, qabih bo'lgan ekan, g'azabning ustiga g'azab. Valil kafirin azabun muhin. Yani kafirlarga xar qilguvchi azob bordir. Mudil yani xar qilguvchi. Bi'sama va babuhu g'ayru mahmuzun Abu Amr. Abu Amr degan qari bi'samani babu degan bi'samaga munosib shunga o'xshash so'zlam kelsa, shuni doir so'zlam kelsa, Abu Amr hamzasiz o'qisa. Bi'sama demay, bi'sama. Jita deb o'qildi. Jituma. Jita, bisa. Ve yunzila bittafif Mekki ve Basri. Ey yunazzilallah degan söz, yunazzila deganne yunzila deb teşdissiz o'qitdi Mekke ve Basra qariylari. Yana ularning jinoyatini. Ve idza qila lahum aminu bima anzalallah. Ularga, yani Yahudilarga Allah nazil qilganga ishoninglar deyilsa, yani Allah nazil qilgan narsa nima? O'shada Qur'on. Yoki Allah nazil qilgan har qanday kitob ishoninglar desa, qalu nu'minu bima unzila alayna. Ya bizga nazil bo'lganga ham ishonamiz deb turib olishdi. Va yakfuruna bima wara'ahu deb turib uningdan keyindikilarga tinib turib oldi. Yani İncilga, Qur'onga tinib turib oldi. Ey qalu dalik. Yani aşında deyishdi. Halbuki ular Tavratdan kinkaganga tanishdi. Va huval haqqu musaddiqan lima ma'hum. Emniyatda u Tavratdan kinkagan narsa, yani Qur'on, İncil mesela shular nimada haq dedi. Yani bu yerda Qur'on mesela va huval haqq musaddiqan lima ma'hum. Ularning qo'lda bor kitobni tasdiqlovchi. Holatda kelgan kitob haqdir dedi. Uningga zid kelmaydigan balki ashuni tasdiq, yani Tavratning asli burmulanmagan holatdagi ash Tavratni Qur'on Karim ta'kidlab turdi. Va shirk keltirmanglar, bunu shirk keltirmanglar. Zina qilmanglar, jazoni yemanglar, jazoni. Ota-ona yaxshilik qilinglar, shunda o'xshash. Ma'lum hamda tafsiriy ba'zi bir ahkamlarda
o'xshamaslik mumkin, lekin asos ana yo'l o'xshash. Va fihi raddun limaqalatihim. Yani buningda va huval haqqu musaddiqan lima ma'hum deganda ularning so'zligi raddiya va liyannahum idza kafaru bima yuwafiqu at-Tawra faqad kafaru biha mana. Ular nu'minu bima unzila alayna degan. Yani bizga nazar qilamiz Tavratga ishonamiz. Biz mushuni taniymiz deb turibdi. Lekin sen Qur'onga tansang, Tavrat tanıgan bo'ladi. Chunki mush Qur'on Karim ash Tavratdagi hukmni tasdiqlab turgan. Ha, shu rost mushunda zade deb qo'yish. Endi buni tanıgan ekan, sen o'zingning kitobini tanıgan bo'lsang. Va musaddiqan halun muakkidatun. Musaddiqan degan shada hal, nima? Bu yerda ta'kidlab bermoqchi deydi. Haq degandiki asli bultiq, lekin musaddiqan deganda taqdim ta'kidladi. Kul falima taqtuluna anbiyalloh deginki ey Muhammad fa degan misal degan. Undaqda sizlar bunda deb turib oldinglar. Nu'minu bima'zilalaina. Unda olsa sizlar o'zingizning nazil olgan Tavratga ishongan bo'lsanglar, undaqda payg'ambarni nima qilib ash kitobda payg'ambarni o'tirang deb bormikan? Ay falima qataltum yani nima uchun o'tirdinglar bo'lsa? Fawada'al mustaqbal mawda'al madi. Mana falima taqtuluna anbiyalloh degan ishada asli qataltum nima uchun o'tirdinglar demoqchi deydi. Lekin mustaqbalni madining o'rniga keldi. Nima uchun? Bayatın deganda. Ha, bundan kimmi bular? Rasululloh aytgandan kim Rasululloh o'tirishga urindamasmi bular? O'tirimiz deb baqdi. Wa yadullu alayhi qawluhu min qablu in kuntum mu'minin. Bunda ilgari degan so'zi shu madiylikni bildirdi dedi. Ey min qabli Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Yani Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam ivatilishdan ilgari nima uchun payg'ambarlarni o'ltirdinglar emasa demoqchi. اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء مع ادعائهم الإيمان بالتوراة. Demek müşahede bir itiraz geldi. Bu itirazın mezmunu nima? Tavratga iman keltirdik deb da'vo turib, payg'ambarlarni o'ltirsang'o dedi. Va Tavrat la tusawwigu qatl al-anbiya. Tavrat payg'ambarlarni o'ltirishni durust demte, joiz deb qaramte. Qila qatalu fi yawmin wahid 300 nabiy fi Baytul Maqdis. Bundan deyilibdi. Baytul Maqdisda bir kunning o'zida 300 payg'ambarni o'ttirgan ular. Balki bu mubolag'a bo'lishi mumkin. Hamda 300 emas, hozir 300 o'ttasi bu cho'ng ishda. Shuni qaraganda bir zamonda yashagan payg'ambar xilovat endi masalan Yahyo alayhisalom Zakariya alayhisalomni bir vaqt o'ttirgan, bir davrda. Atib olguncha, va laqad ja'akum Musa bil bayinat. Sizlarga Musa aniq oyatlarni ilib keldi. Bayinat mishada al-ayat tisadatu. Qad dafada va dama va nima degandek-ku 9 oyat degani ashuni ko'rsatdi. Lekin boshqa mo'jizani ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Asa masalan, qo'lan chiqadi dedi, shunama. Shunga o'xshash, ya'ni nurg'un oyatlar halqa tog'ni ustiga ko'tardi Alloh taolo. Yahudilarni o'ltirib tirildi dedi, shunama. O'shamisi mo'jizalar bo'lishi mumkin. Yaramda 9 mo'jiza deb shu qon va kazal va adghamad dala fil jim dal jimga idgham qilinib ketdi deydi. Hayfu kana. Qanda joyda kelib qolsa Qur'on Karimda idgham qilinibdi. Abu Amr Hamza Ali degan qarilar dalni jimga idgham qilinibdi. Va laqad ja'akum deganda va laqad ja'akum. Qad ja'a, qad dal chiqib ketdi. Summa ittakhadtumul ijla. Musa sizlarga aniq mo'jizalarni akagan turug'liq, dalil faktlarni akagan turug'liq, oqidan sizlar muzayni iloh qilib oldinglar. Undan keyin min ba'di xuruj Musa ila tur dedi. Musa alayhisalom ketgandan keyin miqat robbiya ketgandan keyin sizlar muzayni iloh qilib oldinglar. Va antum zalimun. Halbuki sizlar zulm qiluvchilar sizlar. Va hal ay abattumul ajla va antum wadi'una al-ibada ghayra mawdi'iha. Halbuki sizlar ibodatni joyida qilmay zulm qilgan holat edinglar. Aw i'tirad ay va antum qawmun 'adatukum zulm. Demak, mishada sizlar zulm qiluvchilar sizlar degani hal bo'lmasimi? Bunda ya'ni sizlar tabiiy tinglar, davomli qildirishingiz shu zulm qilishdan iborat. Bunda bir qavm sizlar. Wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwa. Yana bu Bani İsrailning jinoyatlarini, qilmishlarini yana bayon qilishga boshladi. Yana aslanlarga dedi, va zkuru iz degani ne'matiyaga nimaga ma'tuf. Sizlarning ahdini olgan vaqtimizda shu vaqtni aslanlar.
sizlarning ustinglarga turtig'ini ko'targan to'q dedi. Nima? Xudu ma ataynakum biquvva. Ahda olgan chaqda sizlarga biz bergan narsani ching tutinglar deb. Karrara zikra rafa tur lima nita bihi min ziyadatin laysat ma'lula. Rafa turning vaqaligini bir qatim bayon qilib bo'lgan. Bu yerda qayt takrorladi dedi. Lima nita bihi, lima rubita bihi demakchi. Lima ta'allaqa bihi min ziyadatin laysat ma'lula. Endi bu oyatda birinchi oyat yo'q, ortiq bir mazmun bor. Shuni takrorladi. U bo'lsa vasma'u dedi. Gapni anlanglar deb bunda ahdaldiq. Ma umirtum bihi fit Tavrat. Tavratda buyurilgan narsani anlanglar. Qalu sami'na va asayna. Endi ular nimda javobi nimda? Anladık ve bunga asilik qildik deb turib. Wa tabaqa qawluhu jawabahum min haythu innahu qala lahum isma'u. Endi ularning javobi Alloh taolaning so'ziga mos keldi dedi. Isma'u debdi, sami'na dedi. Nima? Asli isma'u deganda maqsad nima edi? Va gap anglar degan mush gap bo'yicha ishqa. Meni so'zimga itoat qil degan gap. Men uyg'urcha shundami? Gap anglashma desa, quloq anglashni buyurmaydi. Amaliyat shu buyruqqa amal qilishni buyurdi. Itoat qilishni. Demak, sizlarning anglashinglar qabul qilib itoat qilishni bildiradigan anglash bo'lsin demakchi. Lekin bular anglash deganni quloqlar anglash nima vaqtida uning qarta javob berib, "Voy angdo" deb lekin asayna dedi. Lekin la sima ta'atin. Ya'ni biz angdoq lekin taat qildigan holatda angdoq, asilik qilib angdoq. Va ushribu fi qulubihim al-ajl. Yana ularning dillariga shu muzayning söygisi singdirildi dedi. Ay tadakhalahum hubbuhu. Yani shu muzayning söygisi singib ketdi dillariga. Wal hars ala ibadati. Ya ashun ibadat qilsa qildi deb dilida shudan bor edi. Kama yatadakhala sabghu as-saw. Xuddi rang kiyimga aralashib ketgandek, singib ketgandek ularning dillariga muzayninki söygisi singib ketgan. Va qawlu fi qulubihim bayan limakan al-ishrab. Ishrab degan singdirib o'tish, singdirib o'tish nerede bo'ldi desa, qulubihimda. Dillariga muzayning söygisi singdirib o'tilgan. Wal mudaf wa huwa al-hubb. Hubb al-ajl dediqqa bu mudaf tashlanib ketdi. Bi kufrihim. Nima sababdan shu singdirib o'tish? Ularning kufrligidan. I'tiqadiyum teşbih yani aşı muzayni ilahı o'xshatganlikdan. Qul bi samayamurukum bihi imanukum deganki sizlarning iymoninglar agar siz haqiqiy mu'min bo'lgan bo'lsanglar taqa iymoninglar buyurgan narsa nimaga yomon? Iymon degan davosavs buyurmaydi. Bit Tavrat. Tavratga keltirgan iymoninglar buyurgan narsa nimaga yomon? Ya'ni laysa fit Tavrat ibadatul ajl. Chunki Tavratda muzayir ibadat qilin deb yo'q. Va idofatul amri ila imanihim tahakkum. Ularning iymonini buyurdi deb buyurishni iymoniga idofat qilish, qapamalavat qilish, masxara qilish deb bor. Va kada idofatul iman ilayhim. Yani iymonni ularga idofat qilishmi? 11 xil masxara. Bu sizning iymoningizmi bu? Iymoning bunda buyuryaptimda. U iymon bilan qaz bu ajoyib iymon ekan sizning iymoningiz. Payg'ambarni o'tagin deydigan, kitobni tanlaydigan degan tariqada in kuntum mu'minin. Sizlar mu'min bo'lgan taqdirda mu'min emas. Mu'min bo'lsangiz bu iymoningizning bunda bo'lishi ajoyib ekan. Tashkikun fi imanim, yani ularning iymonda shakllantirishdi bor. In kuntum mu'minin. Sizlar mu'min bo'lgan bo'lsanglar degani mu'min emas deganligini bildirdi. Va qadahun fi sihhati da'wahum lahu. Demak ularning iymonni da'vo qilishining to'g'riligini ziddalashdi iborat. Qul in kana lakum darul akhirah. Aytqinki yana agar oxirat kuni sap sizlar mansub bo'lgan bo'lsa, darul axirat deganda jannat debdi. Indalloh Allohning huzurida jannat sizlar xos bo'lgan bo'lsa, va lakum xabarun kana. Lakum xabar kana. Kanat lakum xolisatan saplama hal min darul axirat. Yani jannat saplama holatda sizlar bo'lgan bo'lsa, salimatan lakum saq salomat hech qanday nima kemimiga holatda boshqa hech kimga tegmay sizlarga tegadigan bo'lsa, lesli ahadin suvakum fiha haqqun, sizlardan boshqalarning unda hech qanday haqqi yo'q bo'lsa, ya'ni insahha qawlukum lan yadkhulal jannata illa man kana huda, jannatga faqat yahudi bo'lganlar kirdi degan so'zinglar rasuldan bo'lsa, min dunin nas wal jins.
inson jinsining ichida faqat yahudiylar jannatga kirdi degan so'zlar rasululloh bo'lsa fatamannawul mauta in kuntum sodiqin. Unda siz jannatga kirgan bo'lgandan boshqa hech kim kirolmaydi ekan unga. Siz darhol o'lashni bir orzu qilib boqinglar. Chunki o'lash orqali siz shunda katta ne'matga erishsizlar. Başkaları erişemez iken, gerçi de ulaşta arzu kılıp ölü olmazsınızlar, şu mukabbatga erişip olmamızlar. Yani ameliyatta bunda emas. Eğer sizler diyen sözlerinde rastsız bolsanlar, ölemni arzu kılınlar mısın? لِأَنَّ مَنْ اَيْقَنَ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ cennet. Çünkü özünün cennet ehli de keskin bilgen kişiye onu sığındı dedim. İşte öyle. Takallusan mineddari zat-ı şevaib. Bu şu noksan, balayı, musibetlik, avarçılık dünyadan kurtuluş için cennetke sığındığın gel. Kema nuqila anil aşara al-mubeşşerine bil cennet. Cennet bişaretlerine 10 sahabeden nakl kılınıptı ki enne kulla vahid minhum kana yuhibbul mevte ve yahinnu ileyh. Hemmesi öleşini yaxşı gördü iken, cennetine sığındı iken. Bunda rivayet kılınıptı. وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا. Hergiz mi onu arzu kılmaydı? Mümkün emez. Çünkü onda oylamışız yalgan. وَنَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِ. Ey لَنْ يَتَمَنَّهُ مَا عَاشُوا. Huve diyen yetemennehu diyen huve. Muşu vaktini bildirdiğin boğaçka mensup oldu. Ey le yetemennehu ma'ashu. Yani yaşayan müddetçe ebeden diyen ne demek mi? Ve le yetemennehu ebeden diyene ma'ashu diyen. Ta ebedkiçe hergiz mi onu arzu kılmaydı. Yani ola yaşayan müddetin şulara nispeten ta ebed oldu. Bima qaddamat eydihim. Ularının kolları işleyen cinayet sebebinden bima eslafu minel kufri bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ularınki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tanğallıktan ibaret ötkizgen cinayetler sebebinden ve tahrik fi kitabillahi ve gayri zalik. Allah'ın kitabını burmulgan ve onun başka nurgun cinayetler sebebinden ular hergiz mi ölemni yaşayan müddetçe hergiz arzu kılmaydı. Ve huve minel mucizat. Mana bu ayet mucizelerinin birisi. Yani o ihbarun bil gayb. Çünkü bu gaybdan haber veriyordu. Bu Yahudiler zaten dünyanın ketkişe Yahudi dünya yok olguçu Yahudiler ölemler çıkmaydı. Yani Yahudiden biz çıkar mesela Resulullah bunda depçken, Kur'an'da bunda depçken men bir yalğanla çıkarayken. Dep gaççıda ölemler arzu kıldım ben dep çıkıp bakınım yok. Men yalğanla çıkarış için mi onda arzu kılmaydı da. Çünkü arzu kılıp lan ölüp kalsa şata. Şu ölgeni cehennem deyin geliyor. Şuna onda arzu kılmaydı. Liannahu ihbarun bil gaybına. Gaybni haber veren ki bu mucize. Ve kâne kema ihbara bihi. Demek emniyet kanalında haber bergende. Ulardan hiç kalsa biz ölümü arzu kılıp unutmak bakmadık. Kekavlihi ve lem tef'alu. Fe illem tef'alu ve lem tef'alu fettekun nar dedi. Demek onda herkes kılamayışlar dendi. Herkes kılamadık ama Kur'an'ın bir ayette, bir 10 ayet geldik. Eklerdi mi? Eklenmedi. وَلَوْ تَمَنَّوْهُ لَنُقِلَ ذَلِكَ. Yahudiler ölemli arzu kıygalları bu sitte. Halana mana ölemli arzu kıldık o. Bu Kur'an'da herkesinde arzu kılmayışlar diye ama yalgan çıktı o der. Ona köz kılıktılar. Bazar salık. Kema nukila sairil havadis. Onundan başka adetki hadislamı nakıl kılınğanına okşaş. Aşularının aşında arzu kıygan ahvalları bolsa o nakıl kılındı. Peki onda bir ahval nakıl kılındı kim bilir? Kapırlar, başka kapırlardaki ölü aldığın ahvalları yok mu? Ölü aldığanlar boluşu mümkün. Peki ölü aldığanlar anda o dini cihetten şunda köz tutup onda ölü olmaydı da. O Yahudinin işideki alakalı dinsiz olarak ketkenlere. İsmi Yahudi olarak adette ateist olarak ketken. Wallahu alimun bil zalimin. Allah zalimlerini bilgüçüdür. Bundan maksat tehdit. Sen hatırcan bol. Allah senin kılmışından mısın haberdar. Bunun cezasını gösterdi bence. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ. Elbette sen onlarını hayatta en hırsman kişilerden görürsen. Mef'ula vecede hum ahras. La tecidennahum. Vecede diyen fiil var. Bu müşahede. Vecede adette nimi fiil katar edinde bu. Ef'alul kulub. Bu işki mef'ulun takaza kıldı. İşki mef'ul kalsa hum ahras. Birisi hum, birisi ahras. Ala hayatın, hayatka. Et-tenkir yadullu bir hayatka dedi. Ya nekirge alal hayat mı? Ala hayatın dedi. Nekire keltirişe dalalet kıldı. Ala ennel murada hayatun maksusa. Malum bir hayat maksatmış dedi. Ve yel hayatın mutatavla. Uzun suzalgan, ayrı tükemaydigan bir hayatka erişmen bulur dedi.
ölmesek bunda yazsak yani. وَلِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَ بِهَا أَوْقَعَ مِنْ قِرَاءَةِ أُبَيْ عَلَى الْحَيَاةِ. Şuna ala hayatın dese bu tehmo canlıq çıkıdı mı? Ubay ibn Ka'b'ın qiraatida alal hayat deb ketdi. Ala hayatın dese tehmo kuşluq. Ve minellezine eşreku yani müşriklardan mı hayatqa bekrek erisman bula. Ve mahmulun alal mana müşriklardan mı erisman digine bu manevi taraftan edi. Lianna mana ahrasan nas ahrasu minen nas. Ve minellezine digine ahrasu minen nas digen manada bu şu. Yani bu yerda şu asl altı geldi. Ahras digen ismi tafdil var. Ma'nundan erisman dedi. Kişilerin en erismani digine mişe minen nas digen boldu demiş. Adamı minellezine eşreku digine şu oxşaş geldi. Mani jatın oxşaş yani. أحرسوا من الناس ومن الذين أشركوا نعم قد دخل الذين أشركوا تحت الناس أنه ومن الذين أشركوا تجاه مشرك لامو أي ناس نشد باغوا مثلا الناس بشهادة يفيد العموم تجاه تنغوزة ولكنهم أفردوا بالذكر لكن بنظر الله وغلقتهم أيرم بيادة تلغى لندي ديدم لأن حرصهم شديد أن مشرك تجاه bu kitap ehlummanıken bu asli hayatda beklem heris buluttu bu. Hatta müşriktin mi herisman deb alayda keltirildi dedi. Kema anna Cibril ve Mikail khussa bil-zikri ve in dakhala tahta al-malaika ve malaikati ve rusuli ve Cibril ve Mikail dediği malaika ve rusul ikisining içinde barta Cibril ve Mikail. Lekin bunun bir alayda bo'lg'achqa ayrim tilga dedi. Shunga o'xshash. Aw urida ve ahrasa min allazina ashraku. Yoki manda desek bo'ldi. Müşriklardan mı yani erisman? Fafakifa lidalalti ahras annas alayhi. Ve ahrasa diyen ilip taşlandı. Ve minellezine. Tekrarlanmadı dedi. Ayette ahrasan nas diyen söz şun dalalat kıygallıktın dedi. Ve fihi tevbihun azim. Bundan da beklen kat kayış var dedi. Liyennellezine eşreku la yu'minuna bi'akibe. Müşrik ve galla o ahiret onu işenmeydi. Ve la ya'rifuna illa'l hayatud dunya. Bu dünyayı hayatla buldu. İn hiye illa hayatuna dünya namutu ve nahya. Ama dehrila. Yani azıkan da mulhitla, atistla. Bu şu hayatta ölüp sonra biz yokayımız oldu iş tüküdeye deydi. Ahirette ceza, mükafat diyen nas yok. Cennet, dozak yok deydi. فَحَرْسُهُمْ عَلَيْهَا لَا يُسْتَبْعَدُوا لِأَنَّهَا جَنَّتُهُمْ. Yani o dünya aşulağı nispeten cennet hesaplananken bar yok nas şu an muş dünya. Bu anken bunun beklem heris ola bunun estilişe o galite bir gayri tulmaydığı iş deydi. فَاِذَا زَادَ فِي الْحَرْسِ مَنْ لَهُ كِتَاب. Yani kitap nazil kılıngan, peygamber ivatilgen bir kavm muş dünya hayatı gayrismellik gidip kalsa o anda ahiretteki cezaga mükafatı ikra kılgan halatta muş hayat gayrismellik gidip kalsa bu kanda kana hakikan bi adamı tevbih en kat kaşka hak olgan buldu. Ve innema zâde hirsum alellezîne eşrekû. Yani ulanınki erismellike müşriklerin erismellikden mu işip ketti dedi. Liyennehum alimu ennehum sairuna ilen-nar. Çünkü Yahudiler dozakka kirdiganligini iniq bildilar. Lekin müşriklik çoğu bunu bilmeydi. Çünkü kitap kelmegandiki o unda bilmeydi dedi. Liyelmihim bihalin. Demek ular akıbetini obdan bildi. Şuna bekrek dünyaga isl oldu. Müşrikli olsa la ya'lamuna dalik. Onu bilmeydi. Muş dünya ölsek tügeymeyiz deb oylaydi. Ve kavluhu yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf senetin. Ularning biri 1000 yil yaşsamken deydi. Beyanun ziyad hirsim ala tariqil istina. Yani 1000 yil yaşash mümkün emas-ku. Lekin shuni arzu qilib baqdim. Bu anda yangi başlagan bir jumla so'z endi mana. Ne? Ve qila arada billezina eşreku al-majus. Manda deyilib tamdı. Müşriklardan mecusiler maksat kılgan. Liannahum kanu yaquluna limulukihim ish alfa neyruz. Padişahlarga 1000 yil yaşa, tuman 1000 yil yaşa degan gaplar var-ku. Bak hanzulmu dedi o. Padişahlar şunda dedi. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhuma ve kavlul a'acim zi hazar sal. Ecemlerninki bu Parsi sözler hazar diyen 1000, sal diyen yıl. 1000 yıl yaşayan diyen sözün kelgen narsa oluyor. Endi bu yawaddu ahadum law yu'ammar alf sana diyen asli mush jumlasi istinaf bo'lsa-mu? Nima bu? Ashunning hirsini bayoni. Bunun hirs qanchak darajada bo'lsa 1000 yil yaşsamken deb turgan darajada erisman. Ve qila ve minellezina eşreku kelamun mubtada.
Anda mandavo tafsir qilibdi. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin da bir to'xtadi bu gap, bir uzildi. Hamda va minallazina ashraku yawaddu ahaduhum da. Yani mushriklardan shunday kishilar barki, ularning biri 1000 yil yassamkan deydi. Xuddi minal mu'minina rijalun degandek bu yeni başlagan mushriklardan bunday kishilar bataha degan tariqada yeni başlangan so'z debdi. Va minhum nasun yawaddu ahaduhum ala hadfil mawsuf. Yani ulardan shunda bir kishilar barki, shunda yashashni yaxshi ko'rdi. Ala hadfil mawsuf. Bu yerda sifatlangan kishilar nas tushib ketdi deydi. Va minallazina ashraku nasun yawaddu ahaduhum deganda. Vallazina ashraku ala hada musharun bihi ila al-yahud. Yani bu yerda mushu ikkinchi yangi boshlardan boshlandi va minallazina ashraku deb yangi boshlardan kelgan iborat degan tafsirga asosan bu yerda mushrik bo'lganlardan maqsad nima? Yahudilar ishorat bu. Liannahum qalu uzayrullah. Ular shirk qilib, Uzayrni Allohni shirk qilib oldi-ku. Ani Muzayni Allohni shirk qilib oldi. Va damir fi va ma huwa bimuzahzihi min al-azab. Lekin u azobdan hech qanday ittirib etilmaydi deydi. Va damir fi va ma huwa degan nima? Li ahadihim. Yawaddu ahaduhum dedi-ku. O azobdan ittirib etilmaydigan kishidir deydi. Amaliyotda u unda arzu qilgani bilan u azobdan qutlanmaydi, hech qutlanmaydi. Va qawluhu an yu'ammar fa'il bimuzahzihi. Bimuzahzihi degan ibora bilan bu fa'il oldu deydi. Ay va ma ahaduhum biman yuzahzihuhu minan nar ta'miruhu. Mana ay yu'ammar degan masdar oldu-ku bu. Ta'miruhu, yani uning uzun umr ko'rishi uni do'zax o'tidan ittirib etilgan unda narsa emas. وجوز أن يكون هو مبهما أنه وما هو ده هو مبهم برس ولا ممكن يعني قيس برس برسه وأن يعمر موضحة أشو هو أنا مبهم برسنا إذا خلاب باعج ولد أي يعمر يعني أنه عمر كرشة يعني عمر كرجان برسه ده لا منجون عمر كرسمه يعني هو دوزختن تشبكلارم ده خلاب مايدا والزحزحة التبعيد والإنحاء زحزحة ديان اشتربتش جرات اشتربتش bir chetga chiqib qo'yish degan bo'ldi. Qala Jami'ul Ulum va g'ayruhu. Endi Jami'ul Ulum va uningdan boshqa kitoblarda mundaq dedi. Jami'ul Ulumni biz asli muhaqqiqning nimasini o'qidik-ku. Bu Dasturul Ulama degan kitob shu, Jami'ul Ulum, Islahatul Funun degan kitob. Amaliyotda bu bir xil xatolik bor. Chunki bu Jami'ul Ulum degan bu keyin kelgan bir kitob. Bu tafsirga xos emas. Yumni tabidan tutun kiyik kitap. Endi ya Jamil Ulum degandan maqsad bir tafsir borki, ismi Jamil Ulum fi tafsir Kitabillohil Hayyul Qayyum Nuriddin al-Hanbali degan 668-yilda vafot bo'ldi. Ya'ni mush Baydo bilan birga yashagan, mush muallif bilan birga yashagan zamonda sal burroq yashagan. Mushin kitobidan foydalangan gap. Mana tahqiqligi uni xato tahqiqladi. Endi bu Jamil Ulum deb aslida ko'rsatgan kitob Dasturul Ulama degan kerak yozilgan. Hindiston olimlari yoki shu tarafdan olimlar yozgan, lekin bu Imom Nasafiydan keyin kelgan bo'lishi mumkin. Qachonligini o'qimayman ekan. Ammo mayadiki bunda kitobdan naql qilgan so'zlar u kitobda odatda chiqmaydi. U faqat atalg'ularni tushuntiradi. Hamma ilmdagi atalg'ularni. Lekin maktab Jamil Ulum degan tafsir mana. Law yu'ammar bima'na an yu'ammar. Umr ko'rishi. Falau huna nabat an. Law degan so'z law yu'ammar degan, law degan mishada andin izbasar olib keldi deydi. Shu o'rnida keldi. Va anna ma'al fi'li fi ta'wil masdar an yu'ammar ikkisi an bilan ma fi'l ikkisi bir bo'lib nima bo'ldi? So'zni ifodalab berdi. Ya'ni ta'miruhu degan so'z. Va huwa maf'ul yawaddu. Ya'ni yawaddu ta'mirahu alf sana demak. Yawaddu ahadum ta'mira alf sanatin. Yani ularning biri 1000 yil umr ko'rishni xohlaydi. Vallohu basirun bima ya'malun. Alloh ular qilayotgan ishni ko'rib turuvchidir. Ay bi amal haulal kuffar, ash kafirlarning ishlarini ko'rib turuvchidir. Ko'rib turgandan keyin qanday qildi? Shunga loyiq jazo berdi. Va bitta Yaqub ta'malun deb o'qidi dedi. Qarilardan Yaqub degan qari. Vallohu a'lam bis-sawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.